Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar 2026-yil iyul oylarida narxlar qanaqa, yoz mavsumida narxlar qanaqa bo'ladi o'zi deganlar videomizni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa narxlar bo'yicha to'liq ma'lumotlarni siz aziz yurtdoshlarimizga yetkazib beramiz. Inshaalloh rasmiy litsenziyali firma orqali umra safariga borishni tavsiya qilib qolamiz. Centrum Holidays xavfsiz va mukammal umra qilishlikni sizlarga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa sizlarning vaqtlaringni olmaymiz, asosiy sharoitlarimiz to'g'risida ma'lumot beramiz. Madina Munavvarada 100 metr, 200 metr masofadagi Shinam gastnitsalar, Makka Mukarramada 1 kilometr masofadagi Malak Al-Safa nomli gastnitsamiz. Xudo xolasa yuqori yillik tajribali malakali 50 boshlar hamsafarligi, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari hamda Qizil dengiz sayohati. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Transferlarimiz yangi konditsionerlari ishlaydi. Xudo xolasa qiynalmaydigan holatdagi chiroyli transferlarni tanlanadi. Uchib ketayotganlaringda firma hisobidan kamzil, bejik, sumka, vizalarni ham taqdim etiladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Xudo xolasa aziz obunachilar 23-iyunga bizda reys qo'yilgan Toshkent-Dubay pereslatkali reysimiz. Aynan ushbu reysimizning narxiga keladigan bo'lsak, aziz vatandoshlar, $995 bir kun Dubayda sayohatni ham o'z ichiga oladi. Transfer, yotoq, taomlar barchasini o'z ichiga oladi. Undan tashqari Primoy reys so'raganlarga 21-iyundan boshlab undan u yog'iga oyning oxirigacha reyslarimiz bor. Aynan ushbu reyslarimizning narxlariga keladigan bo'lsak, $1050 dan Primoy reyslarimiz hisoblanadi. Vodiy ahli vodiydan reys so'raganlarga 28-Farg'ona Jidda yo'nalishdagi reysimiz amalga oshiriladi. Aynan ushbu reysimizning narxini $1070 dan qilib belgilaganmiz. Bemalol bizga aloqaga chiqib, Telegram orqali pasportlaringni tashlab, o'zlaringning joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Inshaalloh 5 kishi, 6 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga ham sezilarli chegirmalarimizni qilib beramiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, videolarga like bosib, xudo xolasa kommentariyaga yaxshi tilaklarni bildirib boringlar. Hamkorlikda ishlamoqchi bo'layotganlarni ham hamkorlikka chorlab qolamiz. Aziz obunachilar, bemalol bizga aloqaga chiqinglar, o'zlaringning joylaringni bron qilinglar. Narxlarimiz ham bexijolat.